Kechamiz. Yesamiz ovqat. Jamshid Beylar uchun qurayotgan uyimizda mana shu etapga yetib keldi. Atrofi bizda devor bilan o'radik, darvoza, xonam, bu yerda uy qismini kichikroq qilganmiz. Orqa hovli va bu yerda biza Jamshid Beylar uchun, bu oila uchun molxona qilyapmiz. Xudo xolasa qo'ylarni ham, mollarni ham olib beramiz. Yemi bilan. Chunki bu joyda so'rab ko'rdim, eng aktual narsa bu mol bo'lsa, sog'in sigirlar bo'lsa, tirikchilikga yordam bo'ladi. Shuning uchun orqa tarafga molxona, hovli va ularni yashashlari uchun sharoit. Mana shu uyda bir kun yashab ko'rishingizni tasavvur qiling. Internetsiz, telefonsiz, konditsioner va boshqa yana qulayliklarsiz. Mana bu devor o'pirilib tushgani uchun doska qo'yib qo'yishgan ekan. Ishlari bo'yicha 5 yildan beri opamiz shu yerda yashaydilar. Opamizning tirikchiliklari kunlik topadigan pullarida 60 ming, 70 mingga kunlik ishga chiqishadi. Xo'p, Jamshid Bey borku farzandlari katta bo'lsa o'zi amallab oladi deyishimiz mumkin, lekin kichkintoyimizni bechara bitta ko'z ko'rmaydi. Uning ustiga ikkinchi ko'zga o'tishi ham mumkin va davosi yo'q. Oldini olish mumkin ikkinchi ko'zga o'tmaslikni. Va ko'rib turgan sharoitingiz 4-5 yildan keyin ikkinchi ko'zga o'tsa, ikkala ko'zlari ham ojiz bo'lib qolsa, uning ustiga opamiz yana ham yoshlari katta bo'lsa, holat yana og'irlashishi mumkin. Uyni qarang, yashayotgan sharoitni qarang. Qilinadigan harakatlar albatta videoga like bosish, ko'proq odamlarga jo'natib qo'yish va qo'lingizdan kelgancha kartalarga yordam qilishingiz. To'g'ri, har doim aytaman bu narsani, balansingizga kirsangiz klikingizda balkim pul kamroqdir. Shart emas, unaqa 300 ming, 400 ming, 1-2 millionlab. Har kim o'zining sharoitidan kelib chiqib. Qo'lingizdan kelgancha yordam qiling. Xudo xolasa, aynan siz bilan birgalashib bu oilaga chiroyli sharoitlarni va hayotlari yaxshi tarafga burilishiga sababchi bo'ladigan insonlardan bittasi bo'lamiz.